Nima bo'ldi, Ilyas? Yana odamlar kelishyaptimi? Ha, militsiya keldi. Militsiya? Ha, Gulnar xola bilan nimanidir gaplashishyapti. Asqar amaki mast bo'lib yana nimadir qilgan bo'lsa kerak-da. Bolalar. Qalaysizlar? Ha? Bu yerda o'tiraverib zerkandirsizlar, ha? Yuringlar, sizlarni shahar aylantirib kelaman. Hech bo'lmasa, ko'ngil yozib, dam olib kelasizlar. Nega indamaysan? Sen o'rningda bo'lganimda maktabni tashlab bo'lsa ham shaharga borgan bo'lardim. Singling bilan ukang ko'chaga chiqib toza havoda aylanib kelsin. Hayvonot bog'iga olib boraymi? Attraksionda uchasizlar. Xo'pmi? Kelishdikmi? Aliya, Zulfirani yo'qot, ketamiz. Mana bu boshqa gap. Tez kiyininglar. Men tashqarida kutib turaman. Uyg'ota qol. Xo'sh, tayyormisizlar? Bolalarim, men endi nima qilayin axir? Ilyas, narsalaringni unutma. Bo'linglar. Qani, kelinglar bir quchoqlay. Kel aqa bolam. Bo'ldi endi, bo'ldi. Qaytishadi-ku. Qani, yura qol. Gulnora xola, nega yig'layapsiz? Shaharga boramiz, qaytamiz. Ko'rishguncha. Qani, bolakay, ketdik. Yuringlar. Ehtiyot bo'linglar, balchiqni bosib olmanglar tag'in. Hozir aylanib kelamiz. Ana. Bo'la qol qizim. Sen oldiga o'tira qol. Mana, singlingni ushla. Qani o'tir. Ana endi ketdik. Bolakay, nega uxlamayapsan? Boradigan joyimiz juda olisda. Yo'l uzoq. Biroz uxlab ol. Xo'sh, bolalar, keldik, tushinglar. Uyg'oninglar. Qayerga keldik? Hayvonot bog'igami? Ha, hayvonot bog'iga. Bu yer hayvonot bog'iga o'xshamaydi-ku. 5-sonli bolalar uyi. Aliya, mashinadan tushmaymiz. U yerga bolalar uyi deb yozilgan. Amaki, nega bizni aldadingiz?
Bolakay. Bu yerda uzoq qolmaymiz. Mana bu hujjatlarni topshiramiz va ketamiz. Xo'sh. Qani, seningni bera qol. Yo'q, tegmang unga. Bermaymiz. Turg'iz bolani. Bo'ldi, qo'rqma, bolani qo'yib yubor. Tegmang, qo'yib yuboring. Ke, qo'yib yubor. Ana shunday. Amaki tegmang unga. Tegmang deyapman sizga. Qo'yib yubor. Qo'yib yuboring singlimni. Tegmang dedim. Amaki, Amaki singlimni qaytarib bering. Amaki bering singlimni. Ya qo'limga yopishaverma itdan tarqagan. Amaki olib ketmang singlimni. iltimos amakijon. Qoch yo'limdan. Padaringga la'nat senlarni. Amaki bering, bering. Iltimos amakijon. Bu nima shovqin? Mana bu bolalarni topshirmoqchi edim. Bu yog'iga o'zimiz qaraymiz. Ha, yaxshi. Mana. Bu ularning hujjatlari. Ketaveraymi? Boravering. Yaxshi. Yaxshi qolinglar, bolalar. Xola, katta rahmat sizga. Bizni Anava amakidan qutqarib qoldingiz. U bu yerga bizni aldab olib keldi. Ha, xola. U yanglishib bu yerga olib kelgan. Ha, xola, bizni o'z uyimiz bor. Meni xola emas, Mavluda Nurg'aliyevna deb chaqiringlar. Xo'p, xola. Mavluda Nurg'aliyevna. Mavluda Nurg'aliyevna. Bizni uyimizga kim olib borib qo'yadi? Ertaroq ketsa yaxshi bo'lardi. Rayfa, qayerda yuribsiz? Nega bizga e'tibor bermayapsiz? Hey, bu qanaqa muomala? Bu qizni borib kichkina guruhga joylashtir. Yana qanaqa kichkina guruh? Biz bu yerda qolmaymiz. Keyin bu ikkala qizni sochini tekshiringlar. Kim biladi, ota-onasi aroqxo'rdir. Bolalariga tuzuq qaraganiga shubham bor. Nimalar deyapsiz? Og'zingizga qarab gapiring. Ular aroqxo'r emas. Hoy, Ilyas, baqirmay gapir, katta xolingni uyi emas. Singlimni qaytarib bering. Uyimizga ketamiz. Qaytamiz dedikmi? Qaytamiz. Singlimni qo'yib yuboring. Yetimlar, kir bu yoqqa. Tartibga kelmaguncha shu yerdan chiqmaysan, tushundingmi? Bizni qamashga nima haqqinglar bor? Og'zingni yumib shu yerda o'tir, tushunarlimi? Tushunmadim. Nima qila olasanlar? Oh, Ochinglar! Och! Och! Och deyapman senlarga! Och! Aliya, hozir yoningga boraman. Och! Och! Och deyapman. Och! pastda o'tir. Rayfa, yangi kelgan qizning akasi bilan opasi bor ekan. Qayerda ular? Guruhda ko'rinmadi? Nima eshitmadingizmi? Nimani? Ular qaytib ketishdi-ku. Topgan gapingizni qarang. Esiz joyidami o'zi? Tushunmadim. Bolalar qayerda ekanini aytasizmi, yo'qmi? Senga hisob berishga majbur emasman. Rayfa, bolalar qayerda ekanini bilishga meni ham haqqim bor. Bitlarini tozalashyapti, bitlarini. Qolaversa, navbatchiliging tugadi. Balki uyga qaytarsan. Aliya? Hey, unga nima qildilaring?
Oyog'imni bosib olding. Ko'zingga qarasang-chi. Voy, kechir. Ko'rmay qopman. Hoy, Eshityapsizlarmi? Kimsizlar? Nima kerak sizlarga? Qo'rqma. Biz do'stmiz. Sizlarga yordam bergani keldik. Bu yerdan qanday chiqish mumkinligini bilasizlarmi? biz chiqara olmaymiz. Hozircha yegulik olib keldik. Anavi osilib turgan o'tni ko'ryapsanmi? Ha? O'shani olib tashla. Rahmat. Meni ismim Farid. Senikichi? İlyas. Ilyas, tartibga kirmagunizcha u yerdan chiqa olmaysizlar. Shuning uchun ertaga Rayfa xola kelganda indamay boshingizni egib turaveringlar. Chunki Rayfa xola juda qattiq qo'l. Sizlarni chiqarmasligi mumkin. Tushundim. Ilyas, o'tni joyiga qo'yib qo'y. Yur, ketdik. Ko'rib qolishsa tamom bo'lamiz. Aliya. Aliya. Nima bo'ldi, Ilyas? Oyog'ingni ko'tarsang-chi. Tarillatma, qo'lingdagini yig'ishtir. Ay, yetimchalar. Eshitdinglar. Bu ikkalasi yangi keldi. Senlar o'rta guruhga qo'shilasan. Sen qiz. Ularga guruhini ko'rsatib bor. Tushunarlimi? Ha, Undan keyin yotgan joylaringni yig'ishtirib qo'yinglar. Hozir kelib tekshiraman. Bildinglarmi? ha. Tushunarlimi dedim. Tushunarli. Tushunarli. Xola, bizga singlimizni ko'rsating, iltimos qilaman. U bizsiz uzoq vaqt bo'lmagan. Ha, xola. U yonimizda bo'lishi kerak. Qo'y bor. O'tinaman sizdan. U bizsiz ovqat yeya olmaydi. Tunda esa uxlay olmaydi, xola. Opa, unga o'zim qarab beraman. Iltimos qilaman. Bu ikkalasi jinni bo'lganmi? Bundan keyin u qiz kichkinalar guruhida bo'ladi. Tushunarlimi? Do'stim, kerak emas. Rayfa xola bilan talashmaganing ma'qul. Ha, Farid to'g'ri aytyapti. Bizga ishonaver. Singlingni ko'rgani borib turasizlar.